Barchangizni Termiz shahridagi Surxon arenaga taklif etamiz. Turning markaziy uchrashuvlaridan biri aynan mana shu stadionda bo'lib o'tadi. Mezbon Surxon jamoasi Farg'onaning Neftchi klubini qabul qilmoqda. Biz giyohvandlikka qarshimiz. Surxon tarkibi, futbolchilarning joylashuvi, bu Neftchining boshlang'ich tarkibi, jamoa bugun hujumkor futbol namoyish etadi. Bo'ldi, hamma xushtag ham yangradi. Surxon bahsni boshlab berdi. Mavqeyi chempionatning darajasini belgilab beradi va aytish kerakki, farg'onaliklar hozir birga bir vaziyatga chiqib borishyapti. Bilolxon Toshmirzayev jarima maydonchasi ichida to'pni qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib borib, qanday imkoniyatdan foydalana olmadi. Surxon futbolchilari hozir albatta xursand bo'lsa bo'ladi, sababi Toshmirzayev 90% imkoniyatni ko'kka sovuryapti. Birga bir chiqib bordi, hammasini to'g'ri bajardi, himoyachilardan qochib ketdi, lekin so'nggi zarbasini burchakka qarab yo'lladi. To'p darvoza to'riga bormadi. Hali hammasi oldinda chempionlik kurashidan Neftchi chiqib ketgani yo'q. Surxonning hujumini ko'ramiz. Ular raqib jarima maydonchasiga kirib borishdi. Juda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba yo'llandi, xavfli noani ozgina. Mana bu yerda qanotga to'p yetkazib berilgandi. Sunnatulloh Hamidjonov to'pni Pletnyovga yetkazib berdi. 10-raqamli zarbasi edi bu. Neftchi bilan zaxira o'yini ham bor. Xullas, Neftchi uchun bugungi uchrashuvda, masalan, hozir farg'onaliklarda yana birga bir vaziyat, zarba Patapov qutqardi. Surxon himoyasi 2 marta birga bir qo'yib yuboryapti raqib o'yinchilarni. Mana bu vaziyatda Patapov qutqardi. Marshuch qanday o'tib ketyapti, juda yengil harakatlar bilan himoyachilarni ortda qoldirdi. Ikkita himoyachi orasidan qanday chiroyli o'tdi, bosh bilan to'pni o'ziga to'g'riladi. Shamsiyev bosh bilan to'pni uzoqlashtirmoqchi edi, ulgurmadi. Farg'onaliklar yana jarima maydonchasiga ko'tardi. Havoda kurash bo'lishi mumkin. Himoyachilar to'pni qaytardi. Surxonning hujumini ko'ramiz. Ular ham xuddi Marshuch kabi jarima maydonchasidan mana bunday chiqib ketishdi. Pas o'z vaqtida amalga oshirildi. Abdurahmonov Jumayevga Asilbek jarima maydonchasi yaqinida zarba, Botir Ali ergashib qaytardi. Mana boyagi vaziyat, Jumayevga atalgan pas va Jumayev mana yaxshi kirib bordi. Qarang, zarbaga to'g'rilab hamon tepmadi. Botir Ali ham ishonch bilan o'ynadi. Botir Ali ergashadi. Surxon bu o'yinni yutsa, Surxon 7-o'rindan keyingi pog'ona, ya'ni 8-o'ringa ko'tarilib oladi. Ishga kirishdi. Shaydulov oldinroqqa, endi Jumayev ichkariga va hozir ozgina qoldi, zarbaga aylandi. Asilbekning uzatmasi. Yovich ham bor. Suliyonadan kelgan. Ismoilov Abrorbek orqaroqqa to'pni tashladi. Olisdan zarba, xavfli salom. Mana qarang, aylandi, lekin yomon bormadi, ozgina noaniq ketdi. Hakam davom etishni ko'rsatma berdi. Yana Pletnyov shu pallada hushtak chalindi. Birinchi taym o'zini hozirga yetdi. Surxon Neftchi bahsi. Birinchi taymdan keyin 0-0. Farg'onalik futbolchilar boshlab beradi. Hakam hushtak chaldi. Neftchi a'zolari to'pni o'yinga kiritishdi. Surxonning hujumi to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Jamoa mana bu tarzda jarima maydonchasi yaqinida to'pni qabul qilib oldi. Olisdan zarba, Pletnyovning zarbasiga aniqlik yetishmayapti ozgina. Mana bu vaziyatni yana bir marta ko'rishimiz mumkin. Mana ortga to'p tashlandi, darvoza tomon zarba berildi. Vaqtida oldinroq tepilganda to'p birdaniga o'sha himoyachilar to'pni maydonda saqlab qolganda Asilbek Jumayev aldamchi harakatlar bilan jarima maydonchasiga kirib bordi, pas berdi, hujum davom etdi. Surxonda zarba, darvozabon Botir Ali ergashib to'pni ushlab olmoqda. 4 nafar futbolchi raqib jarima maydonchasiga kirib bordi. Mana Jumayev aldadi, bordi, to'xtadi, pas berdi, pasdan keyin Abdusalomov zarba berdi. To'pni maydonda saqlab qolishga harakat qildi Surxon vakili va buni epladi. Abdusalomov bitta o'yinchidan o'tdi, zarba berdi, xavfli noaniq. Shunda murabbiylar ishlagani ma'qul deb o'ylayman. Faqat o'zgarishlar bilan natijaga erishishni maqsad qilish noto'g'ri. Neftchida o'z tarkibi mavjud.
Ibrohim Halil yo'ldoshib jarima maydonchasiga kirib bordi, zarba berdi va hozir ozgina qoldi. Darvozabon bu tomonda qolib ketganligini ko'rdi Ibrohim Halil. Ozgina noaniq ketdi. Mana ko'ring, darhol ichkariga kirdi. O'ng oyog'ida tepdi. Qarang, xavfli kutilmagan zarba bilan darvozabonni ham shoshirdi. 20 soniyacha va bu 20 soniyada nimadir ro'y berishi mumkin edi. Hozir shovqinli hujum qildi Surxon. Neftchi qarshi hujumga qaytdi. Yuqoridan to'p jarima maydonchasi tomonga oshirib berildi. Havoda kurash bo'ldi. Tabatadze intilyapti, to'pni egallab oldi. Pas berdi. Sherigi to'pni tashladi. Neftchining hujumi xavfli ko'rinish oldi. Zarba yo'llandi. Mana shunday tugadi. Bu o'yin mana shunday tugadi. Bu o'yindagi eng bir so'nggi 10 daqiqadagi keskin yurishlar. Duranglarga boy tur o'z nihoyasiga yetyapti.